Assalomu alaykum. Ramazonning 16-kuni. Islom tarixidagi buyuk onalar silsilasi davom etadi. Sofiya bint Abdul Muttolib radhiyallohu anha. Ulug' sahobiya, payg'ambar alayhissalomning ammalari. Bu ayol Quraysh qabilasidan bo'lib, Makka da tavallud topgan. Ota tarafdan Rasulullohga qarindosh bo'lib, Sofiyaning otasi u zotga bobo bo'ladi. Sofiya bint Abdul Muttolibning onasi Xola bint Vahb Rasulullohning onalari Omina bilan opa-singil bo'lgan. Demak, Sofiya payg'ambar alayhissalomga ham xolavachcha, ham amma bo'ladi. Manbalarda bu ayolning 2 marta turmush qurgani haqida ma'lumotlar keltirilgan. Birinchi turmushi Xoris ibn Harb vafotidan so'ng Avvom ibn Huvaylidga turmushga chiqqan. Bu kishi Xadicha bint Huvaylidning akasi. Sofiya bint Abdul Muttolib Avvom ibn Huvayliddan Zubayr, Soyib va Abdul Ka'ba ismli farzandlarni dunyoga keltirgan. Farzandlari orasida tirikligida jannatga kirishi bashorat qilingan 10 nafar sahobiydan biri Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu ham bor edi. Otadan erta yetim qolgan Zubayrni onasi Sofiya matonatli va chidamli qilib o'stirgan. Sofiya bint Abdul Muttolib roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yoshlik chog'larida ona o'rnida tarbiya berishga harakat qildi va ukasining o'g'li bir kun kelib ulug' inson bo'lishiga ishonardi. Doimo jiyaniga ko'plab yaxshiliklar va muruvvat ko'rsatib, mehr berib kelgan. Sofiya chiroyli she'r va qasidalar yozgani bilan ham mashhur. Rasululloh alayhissalom vafot etganlarida bir she'r yozib, musulmonlar qalbini larzaga solgan edi. Islomdan avval ham, keyin ham erkaklarni shoshirib qo'yadigan darajadagi jasorati bilan nom chiqargan Sofiya roziyallohu anha o'g'li Zubayr ibn Avvomni ham diniga va yaqinlariga sadoqat ruhida tarbiya qildi. O'zi ham qo'lidan kelgancha islom dinining quvvati bo'lishga intilib kelgan. Sofiya bint Abdul Muttolibning o'g'li, islomning buyuk sahobalaridan biri Zubayr ibn Avvom. U bolaligida qattiq qo'l va jasur bo'lib o'sdi. Bir kun odamlar unga "Onang seni qattiq jazolaydi. U senga shunday tarbiya beradiki, sen qattiq tabiatli bo'lib ketasan" deydi. Shunda u javob qildi: "Onam menga jasorat va matonatni o'rgatadi" dedi. Haqiqatan ham Zubayr ibn Avvom islomning buyuk mujohidlaridan biri bo'ldi. Bu uning onasi Sofiya bint Abdul Muttolibning o'ziga xos tarbiyasidan dalolat berardi. Zubayr ibn Avvom haqida ortiqcha ta'rifning hojati yo'q. Rasululloh alayhissalomga vahiy kelgach, da'vatni o'z yaqinlaridan boshladilar. Abdul Muttolib oilasidan erkaklar, ayollar, qariyalar va bolalarni yig'ib, Allohdan kelgan xabarni ma'lum qilib, payg'ambarlik berilganini e'lon qildi. Sofiya bint Abdul Muttolib va o'g'li Zubayr ibn Avvom ilk musulmonlar qatorida islomni qabul qildilar. U akasi Hamza ibn Abdul Muttolibni ham islomga da'vat qilib, uni musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan. Sofiya onaning shijoatini quyidagi voqeadan ham bilib olsa bo'ladi. Abu Lahabning Rasulullohga berayotgan aziyatlarini ko'rgan Sofiya bint Abdul Muttolib bir kun unga: "Ey Abu Lahab, sen uning dinini xor va zaif qilmoqchimisan? Ammo bashoratchilar Abdul Muttolib avlodidan bir payg'ambar chiqishini bashorat qilganlar. Ahmoq, bu kishidagi alomatlar senga payg'ambar ekanini bildirmayaptimi?" dedi. Bu so'zlardan Abu Lahab biror gap aytishga botina olmadi. Sofiya bint Abdul Muttolib Rasululloh bilan birga Uhud, Xaybar, Xandaq janglarida ishtirok etdi. Ayollar orasida g'azotga chiqqan ilk ayol ham aynan Sofiya bint Abdul Muttolibdir. Uhud jangida muslima ayollar qatorida yarador jangchilarga suv berishda ishtirok etgan. Bundan tashqari qurollarni tashish va kamon o'qlarini yetkazib berishda jonbozlik ko'rsatgan. Uhud jangida Sofiyaning akasi, islom tarixidagi buyuk shaxs, shahidlarning sayyidi bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttolib jasadini Rasululloh bilan Zubayr ko'rdilar. Sofiya bint Abdul Muttolibning yaqinlashayotganini ko'rgan payg'ambar alayhissalom: "Ey Zubayr, ayol kishi kelyapti. Uni yaqinlashtirma, qo'rqib ketmasin" dedilar. Shunda Zubayr ibn Avvom: "Onajon, yaqinlashmang, orqaga qayting" dedi. Zubayr onasi Sofiyani yana oldinga talpinayotganini ko'rib: "Yo onajon, buni Rasululloh buyurdi" dedi. Sofiya bint Abdul Muttolib akasi o'lganini eshitgani, jon taslim qilganidan xabari borligini ta'kidladi. Shunda Rasululloh Zubayrga uni qo'yib yuborishni amr etdilar. Sofiya akasining jasadi oldiga keldi. Uning quloqlari, burni kesilgani, qorni yorib, jigari sug'urib olinganini ko'rib, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" oyatini o'qidi va Allohga sabr qilishini ta'kidladi. Bu holat bilan Sofiya roziyallohu anha o'zining naqadar sabrli ayol ekani
va Yaratganning qazosini chiroyli sabr ila qarshi olishini namoyon etdi. Boshqa ayol bo'lganida o'zini tashlab yuborib, musibat ustiga musibat bo'lishi mumkin edi. Ammo Sofiya unday ayollardan emasdi. Sofiya roziyallohu anhoning kimligini quyidagi voqea bilan ham yaxshiroq tanib olishimiz mumkin. Handaq jangi vaqtida bir ish sodir bo'ldi. Bu jangda mushriklar Madinaga katta qo'shin bilan hujum qildilar va musulmonlar shahar atrofiga xandaq qazib, o'zlarini himoya qildilar. Ammo bu paytda Madinada orqa tarafda bo'lgan ba'zi yahudiy qabilalari, xususan Banu Qurayza qabilasi, musulmonlarga xiyonat qilib, dushman tomonga o'tib ketishdi. Bu holat Madinada qolgan ayollar va bolalar uchun juda xavfli edi. Shu bois payg'ambarimiz alayhissalom ayollar va bolalarni Hasson ibn Sobitning qal'asiga joylashtirgandi. Ular orasida payg'ambar alayhissalomning ammasi Sofiya bint Abdul Muttolib ham bor edi. Bir payt qal'a atrofida bir yahudiy josus aylanib yura boshladi. U josus musulmonlarning qal'a ichida himoyasiz ekanligini bilib olish uchun kelgan edi. Agar qal'a ichida erkaklar yo'qligini bilib, bu xabarni dushmanlarga yetkazsa, ular hujum qilib ayollar va bolalarni qirib tashlashi mumkin edi. Sofiya bint Abdul Muttolib bu holatni sezib qoldi va qal'adagi qariya erkaklardan biriga bu josus uni o'ldirish kerak, aks holda u dushmanlarga ma'lumot yetkazadi dedi. Lekin qal'adagi erkaklardan biri, qarib qolgan Hasson ibn Sobit bu ishni bajarishga botin olmadi. Shunda Sofiya roziyallohu anha erkaklar kiyimini kiyib, qo'liga qilich, ba'zi manbalarda maxsus ustun, yog'och olib, qal'adan tashqariga chiqdi va dushman josusning oldiga borib, devor ortida poylab turdi. Josus biror narsani his qilib ulgurishidan avval uning boshiga yog'och bilan qattiq zarba berdi. U yerga yiqildi. Keyin yana bir necha marta urib, uni o'ldirdi. Shundan so'ng u jasaddan boshni kesib olib, qal'aning tashqarisiga tashlab qo'ydi. Bu dahshatli manzarani ko'rgan mushriklar va yahudiylar, agar qal'ada faqat ayollar bo'lsa, bunday ishga botin olmasdilar. Demak, ular orasida erkaklar bor, deb o'yladilar va hujum qilishdan qo'rqishdi. Bu voqea musulmon ayollarining jasorati va tezkor fikrlashi nechog'lik muhim ekanini ko'rsatadi. Agar Sofiya bint Abdul Muttolib bu ishni qilmaganida, dushmanlar qal'aga hujum qilishi, ayol va bolalarni qirib tashlashi ehtimoli katta bo'lib turgandi. Qiz bola otasiga, o'g'il bola onasiga tortadi deganlaridek, Zubayr ibn Avvomning jasur onasi Sofiya bint Abdul Muttolib roziyallohu anha mana shunday ayol edi. Bu muhtarama sahobiya 641-yili 73 yoshida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifaligi davrida vafot etdi va Baqiy qabristoniga dafn etildi.